Dushmaniki o'ziga, oy ko'rinar ko'ziga deb, xullas bugun dugonalar bilan ko'rishmoqchi edik, lekin ketar chog'imda xo'jayinimdan ruxsat tegmay qoldi. Ayollarning xarakterini ob-havoga o'xshatishardi, lekin xo'jayinimdan bir kun oldin ruxsat olgan bo'lsam ham, ertangi kuniga aynib qoladigan odati bor. Faqat meni xo'jayinim shunaqami yoki sizlarda ham shunaqa holat bo'lib turadimi? Lekin men ham anoyilardan emasman. Xo'jayinimni yaxshi ko'rgan mantilarini tayyorlashga tushib, 1 soatda yes qilamanda, keyin darrogina yana stuvashni almashtirib keta qolaman deb darrogina ishga tushdim. Orada xo'jayinim kirib, ovora bo'lib, epchilsiranmay qo'ya qolib, baribir bormisan dedi. Xo'p bo'ladi dedimda, yarim soatda jahlidan tushib qoladi deb montalarni qo'yib, ungacha o'zimni chalg'itish uchun kirlarni ham yuvishni boshlavardim. Sizlar qaysi kir yuvish vositasidan foydalanasizlar bilmadim, lekin men timsimdan boshqasini ishlatmay qo'ydim, chunki juda ham hidi yoqimli, barakali, ozginasini o'zi ham ko'pirib ketadi. Uni ustiga kirlarni ham shunaqangi toza yuvadi. Bu orada plisosni olib, xo'jayinimni oldiga kirib, gapni aylantirib, uylarni plisos qilib, ruxsat so'rasam, o'ylab ko'ramiz dedi. O'ylab ko'ramiz degani bu ha degan javob. Ovqatlarni darrov yedirib, keyin esa idishlarni yig'ishtirishga tushdim. Shunaqangi bir joyga qidiradigan bo'lsam, epchil bo'lib ketaman. Hattoki o'zimga o'zim qoyil qolib ketaman. Timsim idish yuvish geli bilan hamma joyni yaltiratib, idishlarni yuvib, keyin esa rakvinalarni tagini xohlasangiz kafel uchun, xohlasangiz unutasiz uchun tozalovchi vositasi bilan yaltiratib yuvib oldim. Men uchun duxovka va gazlarni yuvish muammo edi, chunki o'tkir hidlarga boshim og'riydi. Timsimni sotib olganimdan berib esa mazza qilib ishlataman, chunki umuman yoqimsiz hidi yo'q. O'rnini esa xushbo'y hidlar egallagan. Dugonalar bilan ko'rish nasib qilmagan bo'lsa ham, Erjondan ruxsat olib, boshqa vizib chiqib qolganda shu yoqqa qarab yo'l oldik. Ana endi bugungi ishlarga baho berib ketaverasizlar.